Tavrot kitobini qabul qilayotganda Musa alayhissalom Alloh taologa aytadi: "Ey Parvardigorim, Tavrot kitobida bir jumla so'zni ko'rdim. Unda qaysidir bir qavm keltirilgan. Ular biror bir luqma yesalar-u, ularning gunohlarini kechirib yuborar ekansan. Chunki ular taomlanishdan oldin bismillah deyishar ekan va alhamdulillah bilan tugatishar ekan. Yo Parvardigorim, qavmimni ham shunday qilgan. Yo Allohim." Alloh taolo Musa alayhissalomga aytdi: "Ey Musa, bular Muhammadning ummatlaridir." Musa alayhissalom aytdi: "Yo Parvardigorim, bu yerda yana yozilganki, bir qavm kelishi. Ulardan biri gunoh ish qilmoqchi bo'lsa, ammo gunoh ishdan qaytishar ekan. Ular Xudodan qo'rqishar ekan. Sen buning uchun ajr yozar ekansan. Yo Parvardigorim, qavmimni ham shunday qilgan." Alloh taolo Musa alayhissalomga aytadi: "Ey Musa, bular Muhammadning ummatlaridir."